Anvar oxir yorilib ketibdi. Anvar bizga aytib yurardi, biz endi mayli uka, Allohdan yaxshi bo'ladi deb yuraverdik. Oxiri Anvarning o'zi ham video qilib chiqib yordi oxiri. Bilar jentr olib berishgan, bilar biz videoda ko'rib, men birinchi ko'rib o'shunda xursand bo'lganman. Maladi, shunaqa insonlar ko'paysin, shu sportchilarning ham qadri ko'payadi, shu qadrga yetadi. Masalan, chempion bo'libdi, hamda mashina olib podarka qilyapti deb xursand bo'ladi. Ag'ini eshitsang, bilat o'zini nomiga kredit chiqarib, jentraga har oy 8 million, 8,5 milliondan kredit to'lab yuribdi shu bechara bola. Puli yo'q, bilat chempion, lekin puli yo'q. Odam endi unaqa bilan prosmotr uchun yo bo'lmasa videolar uchun unaqa narsa qilish kerak emas-da. Bizda yolg'on yo'q, hech qachon yolg'on ishlatmaganmiz ham. Men o'zim chaqirtirdim ukamni. Ukajon, mana shunday chiroyli jang qilgan ekansiz deb, xohlagan avtomashinangizdan bittasini tanlang dedim. Mana bizni ham Prachka Anvar Abdullayev poyezd yutib, jentra yutgan. Shunda Malibu yutgan bo'lsa. Sizga bunday bo'lishi qanday Anvar? Nima bo'ldi? Nimaga? Jentra hali Anvar to'piga otibdi. 9 milliondan chiqyapti krediti. Kreditga berilganmi? Ular bor narsani sotib, jentra to'layapti hozir kredit. Bir mahal ovqat yedik, xaltaning ro'shar qilib, kredit to'lagan. Abet bo'ldi, hech narsa yo'q.